Biznes uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar qayerda saqlanadi? Kompyuteringizdami, serverdami yoki clouddami? Men Abdulaziz Murzoqov, Rego Cloud kompaniyasida DevOps menejerman. Cloud texnologiyalari nima va u sizga nima uchun kerak? Keyingi 30 soniyada shu haqida gaplashib o'tamiz. Cloud texnologiyalari bu ma'lumotlarni lokal server yoki kompyuterda emas, balki internet orqali ishonchli bo'lgan serverlarda saqlash imkoniyati. Ya'ni siz o'z biznesingiz uchun katta serverlarni sotib olishingiz yoki ularga texnik xizmat ko'rsatishingiz shart emas. An'anaviy serverlar qimmat va joy cheklangan bo'lsa, cloud serverlar istalgan joydan kirish, resurslarni samarali kengaytirish va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Masalan, siz ofisda bo'lasizmi, uyda yoki safarda, cloud serveringizga istalgan holatda, istalgan qurilmadan kira olishingiz mumkin. Rego Data Center O'zbekistondagi ishonchli mahalliy cloud serverdir. Bu haqida keyingi videolarimizda batafsil aytib o'tamiz.